Assalomu alaykum. Mana bugun Xudo xohlasa Ramazon hayiti 30 mart 2025 yil. Uzumlarimizni kecha ochib chiqqanmiz. Ya'ni endi hozir mana birinchi profilaktika, ya'ni kasalliklarning oldini olish maqsadida bularga dori sepib chiqyapmiz. Ya'ni bu iso deb eriladi. Iso qaynatmasi oltin gugurt bilan ahakni qaynatmasi iso. Izvestkovый seri atvar. Yani bunu Bamiya jadvali bo'yicha tinim davrida kurtaklarimiz uyg'onishdan oldin 5% qilib chashishimiz kerak ekan. Xudo xohlasa mana kasalliklarning oldini olish maqsadida, ya'ni bu uzumlarimizga tushadigan kasalliklarning turi o'zimizcha mana sho'r deb beramiz, aydun deb beriladi bu kasallarimiz. Shularning oldini olish maqsadida dorilarni chashib chiqmoqchimiz. Mana kurtakların holati, endi uyg'onishning harakati 5%lik Bamiya jadvali bo'yicha. Agar buni kurtak uyg'onib ketadigan bo'lsa, bularni kuydirib beradi. Shuning uchun 5%dan tinim davrida beriladi. Endi bu harakatga kelgan, hali ochilmadi deyarli. Shu bilan mana shuni hozir mana 5%lik qilib dorilar chiqyapmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kasalliklarning faqat oldini olish maqsadida kasal tushishdan oldin dorlash kerak.